Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Yevropa Parlamentining Fransiyaning Strasburg shahridagi markazida 15 dekabr o'tkazilgan umumiy yig'inida Xitoy hukumatining yuqumni nolga tushirish bahonasida Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan darajadan tashqari qattiq qamal siyosatining va bu jarayonda yurgizgan g'ayri-insoniy qilmishlarining 24 noyabr Urumchi o't fojiasining maydonga kelishiga va ko'plagan insonlarning ichinishli holda o'lishiga sababchi bo'lganlik ayblangan va Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan yuqorqidagi qamal siyosatiga darhol xotima berish, Uyg'urlarning erkin yashashiga kapolatlik qilish talab qilingan 20 moddali qaror loyihasi mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullangan edi. Mazkur ovoz berish yig'iniga Germaniyadan kelib kuzatuvchilik sifati bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovdin va Qurultay yoshlar komitetining mudiri Erkin Zununlardan tarkib topgan qurultay hay'ati yuqorqi qaror loyihasi ma'qullangandan keyin parlament zalida Yevropa parlamentining muavin raisi Pina Pichurno xonim va mazkur qaror loyihasining tayyorlanib sunilishida muhim rol o'ynagan parlament a'zolaridan Engin Eroğlu, Reinhard Bütikofer, Rafael Gülksman qatorliqlar bilan ko'rishib, Yevropa parlamentining 24 noyabr Urumchi o't fojiasi munosabati bilan olgan yuqorqi jiddiy qarorni qizg'in qarshi oldiganligini ifoda qilish bilan birga, Uyg'ur xalqiga ega chiqqan Yevropa parlamentiga va parlament a'zolariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytdi. Qurultay markaziy ishxonasining bildirishicha, yuqorqi qaror loyihasining tayyorlanib ma'qullanishida bu yil 11 oyning 9-kuni qaytadan qurib chiqilgan Yevropa parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining a'zolari boshlamchilik va yetakchilik rolini o'ynagan bo'lib, Qurultay markaziy ishxonasi ularni bir qism material manbalari bilan ta'minlagan. Mazkur qaror bu yil ichida Yevropa parlamenti tomonidan maxsus Uyg'ur masalasi haqida ma'qullangan ikkinchi qaror bo'lib, 2022 yil 6-oyning 9-kuni Yevropa parlamenti Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan qo'rqinchli qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish haqida qaror qabul qilgan edi. Yevropa parlamentining 24 noyabr Urumchi o't fojiasi munosabati bilan olgan qarori chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning va Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Ular turli ijtimoiy taratqularda e'lon qilgan bayonotlarida yo'qolish girdoviga berib qolgan Sharq Turkiston xalqiga ega chiqqan Yevropa parlamentiga bo'lgan cheksiz minnatdorligini izhor qilib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Yevropa parlamentining yuqorqi qarorining elinishida chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning va fidokor xalqimizning 24 noyabr Urumchi o't fojiasi munosabati bilan butun dunyo miqyosida boshlatgan norozilik harakatlarining muhim rol o'ynaganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Amerika Kengash Palata a'zosi Marco Rubio va Avam Palata a'zosi August Fluga Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligida bevosita rol olgan Xitoy shirkatlarini jazolashga munosabatli bir qonun loyihasi tonishtirdi. 15 dekabr kuni e'lon qilingan bu qonun loyihasiga Uyg'ur kishilik huquqiga munosabatli jazolarni tekshirish qonuni deb nom berilgan. Senator Marco Rubioning ishxonasidan e'lon qilingan bayonotidan qaraganda, bu qonun loyihasi orqali Xitoy hukumatining boshqarishida harakat qildigan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida rol olgan Hikvision, Dahua, Tendi va BJA qatorli Xitoy shirkatlariga jazo tadbiri qo'yilgan bo'ldi ekan. Bayonotda mundaq deyilgan: Xitoy Kompartiyasi boshqarishidagi pan-texnik shirkatlari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni texnika bilan ta'minladi. Biz bu qonun orqali Amerika Moliya ministrligining darhol bu shirkatlarga jazo tadbiri chiqarishini talab qilamiz. Senator Marco Rubio bayonotdagi so'zida Amerika Biden hukumatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qatnashgan shirkatlarga darhol tadbir qo'llanishga chaqirgan. Avam palata a'zosi August Fluga bo'lsa so'zida Xitoy Kompartiyasining har turli bostirishlarga yordam qilayotgan bundaq texnik shirkatlarning jazosiz qolmasligi kerakligini eskartgan. Amerika Kengash Palatasi 14 dekabr kuni TikTokni Amerika hukumat organlariga tava yanfillardan cheklash haqidagi qonunni ma'qulladi. TikTokning bosh shirkati Xitoyning ByteDance shirkati bo'lib, bu shirkatning Xitoy hukumatini mazkur appning qo'llanuvchilariga oid xususiy uchurlar bilan ta'minlash ehtimolligi Amerikalik qonun chiqaruvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'ab kelyapti. Yuqoridagi bu qonun loyihasini Amerika Kengash Palatasining Cumhuriyetçi a'zosi Josh Hawley tonishtirgan bo'lib, bu loyiha Kengash Palatasida har ikki partiyaning a'zolarining qo'llashiga erishgan. CNN televiziyasining xabar qilishicha, TikTok shirkatining bayonotchisi bu qonunning ma'qullanishiga qaytargan inkasida mazkur qarorning Amerikaning davlat bexatarlik manfaatini ilgari surish uchun bir foydasi yo'qligini ilgari surgan. 14 dekabr yana TikTokni Amerikada yolg'iz hukumat organlariga tava uskunlarda emas, balki umumyuzlik holda cheklash haqidagi qonun loyihasi tonishtirilgan bo'lib,
bu vaqtdagi qonun loyihasini Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubio tonishtirgan. O'tgan 2 hafta ichida Amerikada oz deganda 7 shtat o'z oldiga qonun chiqarib, hukumat xizmatchilarining TikTok ishlatishini cheklagan edi. Bu shtatlar Alabama, Maryland, Oklahoma, Janubiy Karolina, Janubiy Dakota, Utah va Texas qatorliq shtatlardan iborat. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın reisi Roshan Abbas ve Uyghur Tədqiqat Mərkəzi müdiri Abdülhakim İdrislardan tərkib tapqan bir heyətinin 12 dekabrdan 15 dekabrgacha O'rta Sharq dövləti Iordaniyani ziyorat qilib, Uyghur irqiy qirg'inchiligi tonishtirilgan bir qator faoliyatlarda bo'lishi Iordaniyaning har qaysi sohalarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Bu Uyghur təşkilat rəhbərlərinin tunji qitim Iordaniyani ziyorat qilishi bo'lib hisoblanadi. Erkin Asiya radiosi Uyghur bölümüge qilgan sözüdə Amerika Tashqi ishlar ministerligining o'rinlashtirishi va Amerikaning O'rta Sharq mamlakatlaridagi elchixonalarining sohibxonlik qilishi bilan o'z faoliyatlarini elib berayotganligini ta'kidlagan Roshan Abbas xonim o'zlarining bu qitimqi maqsadining O'rta Sharq mamlakatlariga Xitoyning Uyg'urlarga qarta elib berayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishlarini anglatish va ularning Uyg'urlarga bo'lgan tushunchasi va qo'llashini qo'lga keltirish ekanligini bildirib mundoq dedi. Biz 12 dekabrda Iordaniyaning poytaxti Ammonga kelib faoliyatlarimizni boshlagan edik. Bu qitimqi safarimizning maqsadi O'rta Sharq davlatlaridagi musulmonlarga Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni tafsiliy anglatish edi. 13 dekabrda Amerikaning Ammonda turishliq bosh elchisi va elchilik xodimlari bilan uchrashib, ularga Uyg'ur masalasini anglatdik. Arqadan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar bilan Avstraliya, Angliya, Kanada va ba'zi arab davlatlarining Iordaniyada turishliq diplomatlari ishtirok qilgan yumaloq ustal yig'ini o'tkazdik. Roshan Abbas 14 ve 15 dekabr günleri Iordaniya poytaxti Ammondagi bir qism yerlik kishilik huquq tashkilotlari va boshqalar bilan uchrashib doklad bergan. U bu vaqtda mundaq dedi: Iordaniyadagi yerlik kishilik huquq tashkilotlari, oliy maktab o'quvchilari, xonim-qizlar kishilik huquq faoliyatchilari va muxbirlar bilan suhbat yig'inlari o'tkazdik. Biz bu suhbatlarimizda Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan odam qilipidan chiqqan qilmishlarini, qul emgak siyosati va planliq tug'utnomada Uyg'urlarni yo'q qilish siyosatlarini tafsiliy anglatdik. Roshan Abbas ve Abdülhakim İdrislarning faoliyat jarayonida bergan Uyg'urlarga qartilgan Xitoyning insoniyat qarshi jinoyatlari haqidagi ma'lumotlari Iordaniyadagi ziyolilar, kishilik huquq faoliyatchilari orasida kuchli ta'sir qo'zg'agan. Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdülhakim İdris apandi bu vaqt qilgan so'zida Iordaniyaning bo'lsa Uyg'urlar haqida faoliyat bo'lib boqmagan davlat ekanligini, shunga bu yerdagi kishilarning Xitoyning hozir Uyg'urlarga ilib berayotgan besim siyosatidan bexabar ekanligini, dokladni anglagandan keyin ajablanganligini bayon qildi. Abdülhakim İdris bu qitimqi O'rta Sharq ziyoratida Uyg'urlar to'g'risida hozirgacha e'lon qilingan muhim doklad va kitoblarni arabchaga tarjima qildirib ekilib tarqitib berganligini, buning ahamiyatining zo'r bo'lganligini ifoda qildi. Roshan Abbas doklad berish yig'inlaridan keyin kishilarning so'rgan savollaridan ularning Sharq Turkistonda bo'lib bexabar ekanligini tushunib yetganligini bayon qildi. Uyg'ur Hareketi Teşkilatı'nın reisi Roshan Abbas qatorliqlar Iordaniyadan keyin davomli turda boshqa O'rta Sharq davlatlariga berib, bu xildagi faoliyatlarini davomlashtirdi ekan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.